Assalomu alaykum. Yevropada mavsum sekin-asta oxirlab, chempionlar nomi aniq bo'lib boryapti. Bu mavsum uzoq davom etdi va o'yinlar soni yanada oshgani sababli ham jarohatlar soni ham ko'p bo'ldi. Shu sababli top klublarda biz yangi nomlar kashf etilishiga va ayrim futbolchilar esa ikkinchi imkoniyatdan unumli foydalanib o'zlarini ko'rsata olganiga guvoh bo'ldik. PM News YouTube kanalida bugun biz joriy mavsum kashfiyotlari haqida so'z yuritamiz va ular ichida eng zo'r 10 nafar futbolchini aniqlaymiz. Top 10 reytingimizni boshlashimizdan avval kanalga obuna bo'lishni va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni eslatib o'tamiz. Demak, biz boshladik. Ro'yxatimizning 10-pog'onasini hamyurtimiz Abduqodir Husanov boshlab beradi. Abduqodirning Manchester City'ga o'tishi 2025-yil qishining haqiqiy sensatsiyasiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shaharliklar bu no-name himoyachi uchun katta pul to'lashdi. Axir u Angliya Premier Ligasiga o'tishidan bor yo'g'i 1,5 yil oldin Belarusning energetik jamoasida o'ynayotgan edi. Shundan so'ng atiga 450 ming yevro evaziga Fransiyaning Lens klubiga yo'l oldi. Aynan shu yerda u shunday yorqin o'yin ko'rsatdiki, 2025-yil yanvarida City rahbariyati futbolchining bozor narxidan 3,5 baravar ko'p pul to'lab, uni qo'lga kiritishga qaror qildi. Husanov o'zining tabiiy jismoniy imkoniyatlari, ulkan energiyasi bilan ko'zga tashlandi. Josep Guardiola hamyurtimiz bilan atiga bitta mashg'ulot o'tkazganidan keyinoq Chelsea ga qarshi bahsda uni asosiy tarkibda maydonga tushirdi. Debyut biroz omadsiz bo'ldi, biroq murabbiy keyinchalik Husanovni Newcastle, Tottenham va Liverpoolga qarshi uchrashuvlarda ham asosiy tarkibda maydonga tushirdi. Shuningdek, Chempionlar Ligasida Real Madridga qarshi safar bahsida ham Abduqodir uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi. Biroq oradan ko'p o'tmay, aprel oyiga kelib, u zaxiraga o'tirib qoldi. Bunga Cityning jarohatdagi asosiy himoyachilari safga qaytishi va Husanovning moslashuv jarayoni hali davom etayotgani ham ta'sir qildi. Shunga qaramay, Husanovning hikoyasi xuddi ertakka o'xshaydi. 1,5 yilda Belarus chempionatidan dunyoning eng kuchli murabbiyi boshqaruvidagi APL gigantiga kelib qo'shilishi bu beqiyos natija. Endi esa Abduqodir Manchesterda asosiy tarkib futbolchisiga aylanishini kutib qolamiz. Ro'yxatimizning 9-pog'onasini Aston Villa futbolchisi Morgan Rogers egalladi. 2024-yil boshida Middlesbrough klubidan 8 million funt evaziga sotib olingan futbolchi qisqa vaqt ichida murabbiy ishonchiga kira oldi va joriy mavsum klub safida umumiy barcha turnirlarda 53 ta o'yinda maydonga tushdi. Ilgari bu Wingerni faqat ingliz futboli bo'yicha mutaxassislargina yaxshi tanishar edi, ammo u bu mavsumda barchaga tanildi. Morgan Rogers West Bromwich tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Manchester City akademiyasini tamomlagan. U har doim istiqbolli futbolchi hisoblangan va Angliyaning barcha yosh toifalarida terma jamoalarda o'ynagan. Morgan Aston Villaga 2024-yilning qish faslida Championshipdan kelib qo'shildi. O'shanda u APLda 11 ta o'yin o'tkazgan edi, ammo joriy mavsumda u chinakamiga portladi. Birinchi turdan boshlab asosiy tarkibda maydonga tushdi va o'sha o'rinni hanuzgacha hech kimga bermayapti. Uning APLdagi o'yinlar soni allaqachon 36 taga yetgan. U kamdan kam hollarda almashtiriladi. Rogersning jismoniy holati ham juda zo'r. Shu sababli ham u avgust oyidan buyon salkam 4,5 ming daqiqa davomida maydonda harakat qildi. U bu mavsumda Villada Watkinsdan keyingi eng ko'p golli harakatlarni amalga oshirgan futbolchi bo'lib turibdi. U barcha turnirlarda 14 ta gol va 15 ta assistni amalga oshira oldi. Rogersning ikki asosiy kuchli jihati dribling va zarba uchun yaxshi uzatma bera olish qobiliyati hisoblanadi. U asosan hujumga ikkinchi to'lqin bilan qo'shiladi. Chiziqlar orasida to'p qabul qiladi, hujumni tezlashtiradi, pas beradi yoki o'zi yakunlaydi. Rogers Chempionlar Ligasida Celtic klubiga qarshi bahsdagi hat-trick evaziga butun Yevropa bo'ylab muxlislar e'tiborini torta oldi. Kuzda esa u Angliya katta terma jamoasida debyut qildi. Morganning transfer narxi ayni paytda 10 milliondan 50 million yevroga qadar ko'tarildi. Bu karyeradagi ulg'ayishning haqiqiy namunasi. Navbat 8-pog'onaga yetib keldi. Bu o'rinni Como yarim himoyachisi Nico Pasga beramiz. Real klubi tarbiyalanuvchisi o'tgan mavsum Chempionlar Ligasida Napoliga qarshi bahsdagi goli bilan ko'pchilikni xotirasida qolgan. Bu hujumkor yarim himoyachi garchi madridliklar safida 8 tagina o'yinda maydonga tushgan bo'lsa ham, Real muxlislarining undan umidi katta edi. Biroq qirollik klubi uni tarkibda yarim himoyachilar ko'payib ketgani bois ham 10 million yevro evaziga Italiya klubiga sotishga qaror qildi. Argentinalik futbolchi esa bu qisqa vaqt ichida Cesc Fabregas boshchiligidagi jamoaning eng muhim futbolchilaridan biriga aylanib oldi va joriy mavsum kashfiyotiga aylangan klub tarkibida gol plus pas tizimida birinchi o'rinda bormoqda. 20 yoshli yarim himoyachi joriy mavsum A Seriyaning jami 34 ta o'yinda maydonga tushdi.
15 ta golda ishtirok etishga muvaffaq bo'ldi. Niko Pas, shuningdek butun chempionat bo'yicha muvaffaqiyatli driblinglar, golli vaziyatlarga paslar va zarbadan oldingi harakatlar bo'yicha ham birinchi o'rinda bormoqda. Bu esa uning elit futboldagi endigina birinchi to'liq mavsumi hisoblanadi. U bu mavsumda ilk bor Argentina terma jamoasidan chaqiruv ham oldi va Boliviyaga qarshi bahsda Lionel Messining goliga assistentlik qilishga ham erishdi. Ayni paytda uning transfer qiymati 15 million yevroga qadar ko'tarilgan. Niko Pas shu tempda davom etsa, Real klubi tarbiyalanuvchisini qaytarish payiga tushib qolsa ajab emas. Ro'yxatimizning 7-o'rnini La Masia tarbiyalanuvchisi Mark Casadoga beramiz. To'g'ri, 21 yoshli futbolchi mart oyida jiddiy jarohat olib, mavsumning qolgan qismini o'tkazib yuborishiga to'g'ri keldi. Biroq shunga qaramay, u o'z o'yini bilan muxlislar va murabbiy ishonchiga kira oldi. Barselona tarkibida tayanch yarim himoyachi pozitsiyasida o'ynash uchun stabil ravishda yaxshi pas berish va hujumni to'g'ri yo'nalishda boshlash juda ham muhim hisoblanadi. Bu yigitda aynan shu narsa bor. Casadoda pas berish texnikasi yaxshi va u bosim ostida ham xotirjamligini saqlay oladi. Hamda u juda ham intizomli. U yarim himoyada kadrlar muammosi yuzaga kelgan vaqtda o'z o'yini evaziga Barselonani qiyin davrdan o'tishiga katta yordam berdi. Casado joriy mavsum barcha turnirlarda umumiy 36 uchrashuvda 2,5 ming daqiqa maydonda harakat qilib, bitta gol va 6 ta assistni amalga oshira oldi. Mavsum boshida 2,5 million yevroga teng bo'lgan bo'lsa, hozirda 35 million yevroga qadar ko'tarildi. Noyabr oyidagi FIFA kunlarida Luis de la Fuente uni Ispaniya terma jamoasiga ham chaqirdi va Shveysariya hamda Daniyaga qarshi uchrashuvlarda uning xizmatidan foydalandi. Navbat 6-pog'onaga yetib keldi. Bu pog'onani La Fabrica tarbiyalanuvchisi Real klubi himoyachisi Raul Asensio egalladi. Uning taqdiri ham Casadonikiga o'xshab ketadi. 22 yoshli himoyachi asosiy tarkib futbolchilarida ketma-ket jarohatlar ko'payishi oqibatida tarkibga jalb etildi. 9-noyabr kuni Osasunaga qarshi kechgan bahsda jarohat olgan Eder Militao o'rniga tushirilgan Raul Asensio debyut o'yinidayoq o'z xarakteri va qat'iyati bilan muxlislar e'tiboriga tushdi. Real muxlislari unda Sergio Ramosning yoshligini ko'rgandek bo'lishdi. Asensio o'sha kundan buyon asosiy jamoa safida barcha turnirlarda salkam 4000 daqiqa maydonda harakat qildi. Bu esa debyut mavsum uchun qo'rqinchli raqamlar. Odatda bu yoshda kuchli yuklamalarga uchraydigan futbolchilar uzoq muddatli jarohatlar olishi ehtimoli bor ekanini Fati, Pedri va yana ko'plab yosh futbolchilarda ko'rmoqdamiz. Biroq Carlo Ancelotti qo'l ostida boshqa alternativ variant qolmadi va buning evaziga 22 yoshli futbolchi Chempionlar Ligasi, klassikolar, final o'yinlarining barchasida asosiy tarkibda harakat qilishiga to'g'ri keldi. Ha, unda ayrim o'yinlarda xatolar ham bo'ldi, biroq uning professional futboldagi ilk mavsumini mutaxassislar juda yuqori baholashmoqda. Chunki unda har qanday masofaga to'pni aniq yetkazib bera olish qobiliyati mavjud. Shu sababli ham u joriy mavsum La Ligada to'p uzatishlardagi aniqlik foizi bo'yicha ham yetakchilar qatorida bormoqda. Real va Valensiya jamoalarining sobiq darvozaboni Santiago Cañasaras Raul Asensioni quyidagicha ta'riflaydi. U tezkor, kuchli va qat'iyatli futbolchi. Nafaqat havodagi kurashlarda, balki himoyadagi o'yinda ham zo'r. Uning nafaqat jismoniy ko'rsatkichlari, balki pas berishdagi malakasi ham yuqori darajada. Bu esa har qanday zamonaviy markaziy himoyachi uchun juda ham muhim. Ko'plab mutaxassislar uning kuchli xarakterga ega ekani va buning evaziga kelajakda u himoya chizig'ining yetakchisiga aylana olishi mumkinligini ham taxmin qilishmoqda. Ro'yxatimizning ekvatoriga 5-pog'onasiga ham navbat yetib keldi. Bu yerga Liverpool jamoasi tayanch yarim himoyachisi Ryan Gravenberchni loyiq ko'rdik. Niderlandiyalik yarim himoyachi 16 yoshidayoq Ajaxda, keyinroq Bavariyada porlashi taxmin qilingandi. Biroq u mazkur jamoalarda o'z potensialini to'liq namoyish eta olmadi. Ayni shu maqsadda Liverpool jamoasi ham uni sotib olgandi. Biroq o'tgan mavsum yakunlariga ko'ra, u Merseysaydeliklarning eng omadsiz transferlar ro'yxatiga tushib qoldi. U hamyurtini elit yarim himoyachilardan ekanini ko'rsatib qo'ydi. Vaholanki bundan bir necha oylar avval u tayanch yarim himoyada o'ynashga mos emas degan fikrlar aytilayotgandi. Ha, u cross singari ajoyib uzatmalar bilan maqtana olmaydi. Chunki klubda bu vazifani ko'proq uning yonida o'ynaydigan McAllister, Trent Alexander-Arnold va Virgil van Dijk singari futbolchilar bajarishadi. Shu sababli ham Gravenberch raqib hujumlarini to'xtatishga ko'proq e'tiborini qaratdi. U joriy mavsumda Angliya Premier Ligasida raqib hujumlarini o'qiy olish va uzatmalarni topish bo'yicha 2-o'rinda bormoqda. Aynan uning potensialini namoyish eta boshlashi oqibatida Wataru Endo zaxiraga mixlandi va Liverpool bu pozitsiyaga boshqa futbolchi izlashiga hojat qolmadi. U joriy mavsum jami 48 o'yinda maydonga tushdi va umumiy 4100 daqiqa maydonda harakat qildi.
Mana shu mavsumning o'zidayoq uning transfer qiymati 35 million yevrodan 70 million yevroga qadar ko'tarildi. Odatda terma jamoada ham u zaxira futbolchi sifatida chaqiruv olar edi. Biroq bu mavsumda u terma jamoada ham muhim futbolchiga aylana oldi va 7 o'yinda umumiy 500 daqiqadan ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'ldi. Kelasi mavsum u bundan-da kuchli o'yin ko'rsata olishiga ko'pchilik ishonmoqda. Navbat 4-o'ringa yetib keldi. 4-pog'onada Manchester United futbolchisi Amad Diallo joy oldi. Kodivuarlik futbolchi Atalanta akademiyasini 6 yil oldin tamomlagan. 2021-yilda u Manchester United tomonidan 21 million yevro evaziga xarid qilingan edi. Biroq asosiy jamoada unga ishonch bildirilmadi va shu sababli ham u Rangers va Sunderland jamoalarida ijarada o'ynashiga to'g'ri keldi. Ayniqsa ikkinchi klubda uning o'yini ancha o'sdi. Shu bois ham mankuniyaliklar uni ortga qaytarishdi. Biroq Ten Hag unga o'tgan mavsumda umumiy 400 daqiqagina imkon berdi xolos. Biroq Ruben Amorim kelishi bilanoq Dialloga ishonch ko'proq bo'ldi. Portugaliyalik mutaxassis yosh futbolchining o'sishini aniq ko'ra oldi. Manchester United muxlislari esa bir nechta o'yinni yutib berganidan so'ng Dialloga klub kelajagi sifatida ishonishni boshlashdi. Birinchi davradagi Manchester derbisi Kodivuarlik futbolchining sahnadagi parvoziga aylandi. United muxlislari endi mo'jizani faqat Bruno Fernandesdan emas, balki Diallodan ham kuta boshlashdi. Diallo ruhiy jihatdan kuchli ekanini katta o'yinlarda ham ko'rsata oldi va buni jamoadoshlariga ham ta'sir qilishiga erishdi. Ammo qish faslida u jiddiy jarohat oldi va shu sababli ham jarrohlik amaliyoti o'tash kerakligini ma'lum qildi. Uning yo'qligi tezda jamoa o'yiniga ta'sir ko'rsatdi. U joriy mavsum oxirida safga qayta oldi, biroq o'z formasini to'lig'icha tiklashga ulgurmadi. Ammo yangi mavsumda Kodivuarlikdan yanada katta o'sishni kutish mumkin. Reytingimizning yuqori uchligiga ham navbat yetib keldi va 3-o'ringa Arsenal vakili Miles Lewis Kellyni loyiq ko'rdik. 18 yoshli chap qanot himoyachisi joriy mavsumda asosiy jamoada debyut qildi va qisqa vaqt ichida asosiy tarkib futbolchisiga aylandi. Vaholanki u o'ynaydigan qanotda tajribali Zinchenko, Tierney va mavsum avvalida sotib olingan Calafiori bo'lishiga qaramasdan, aynan Lewis Kelly bu qanotda asosiy futbolchiga aylana oldi. Shu sababli ham u joriy mavsum Golden Boy mukofoti uchun asosiy nomzodlardan sanalmoqda. Bu iqtidor bilan u uzoq vaqt asosiy tarkibda qola olishiga mutaxassislar ishonch bildirishdi. Lewis Kelly Arsenalning asosiy jamoasida sentyabr oyida debyut qildi. U Manchester Cityga qarshi o'yinda jarohat olgan Timber o'rniga zaxiradan maydonga tushdi. Shundan so'ng yana zaxiraga o'tirdi. Faqat dekabr oyidan boshlab muntazam o'ynay boshladi. 11-dekabr kuni Chempionlar Ligasida maydonga tushib, 2011-yildan buyon Arsenal safida Yevrokuboklarda uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan eng yosh futbolchiga aylandi. Miles sportga xos jasoratli yigit. Unda aniq liderlik fazilatlari bor. Kanonirlarning bu yosh iqtidorda texnika va taktik nuqtai nazardan to'p bilan ishlash, pas va driblingda ajralib turadi. Ayniqsa uning Manchester Cityga qarshi o'yindagi solo yurish orqali kiritgan goli va Erling Haalandga bag'ishlagan gol nishonlashi uning qanchalik xarakterli yigit ekanini ko'rsatib qo'ydi. Biroq u top darajaga chiqishi uchun uning krosslarini va intizomini ham biroz yaxshilash kerak. Nafaqat Arsenalda, balki terma jamoada ham Miles uzoq yillar asosiy chap qanot himoyachisi bo'lishi mumkin. Qayd etib o'tish kerak, uning transfer qiymati dekabr oyida 2 million yevroga teng edi. Hozirda esa Transfermarkt portali uni 28 million yevro evaziga baholamoqda. Navbat 2-o'ringa ham yetib keldi. Bu pog'onani Atalanta hujumchisi Matteo Rettegiga berishni ma'qul ko'rdik. 28 yoshli hujumchi o'tgan mavsum Genoada ham yomon emasdi. Biroq bergamoliklar safiga kelib qo'shilganidan so'ng u 2 barobarga kuchaydi deyish mumkin. Buni esa ko'pchilik kutmagandi. Ustiga ustak Atalantada asosiy to'purar Ademola Lookmanni 10 ta golga ortda qoldirishi ham kutilmagan voqealardan biri bo'ldi. U A seriyada 35 o'yinda maydonga tushib, 25 ta gol va 7 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ya oldi. Bu esa uni har 93 daqiqada bitta golda ishtirok etganini anglatadi. Rettegi Atalanta safida bir mavsumda kiritilgan gollari soni bo'yicha ham Filippo Inzaghi rekordini ortda qoldirdi va o'z nomini tarixga muhrladi. Uning Veronaga qarshi bahsda 25 daqiqa ichida pokerga erishgani esa shubhasiz muxlislar yodida qoladi. Rettegining kuchli tomonlari bu kerakli paytda kerakli joyda bo'la olish va to'g'ri joy tanlash, bosh bilan o'yin va jarima maydoni ichida qisqa pas bilan yaxshi pozitsiyadagi sheriklarga to'pni yetkazib bera olish qobiliyati hisoblanadi. Ayniqsa Lookman bilan tandemda ular juda xavfli qurolga aylanishdi. Argentinalik hujumchi shu tempda davom etsa, Atalantada uzoq vaqt ushlanib qolmasa kerak.
Uning transfer narxi bir mavsumning o'zida 16 million yevrodan 45 million yevroga qadar ko'tarildi. Ayrim manbalarga ko'ra, 26 yoshli hujumchini Atalanta 70 millionlik taklif bo'lsa sotishga rozi. Unga ayni paytda Italiya grandlaridan tashqari APL jamoalari ham qiziqish bildirishmoqda. Nihoyat navbat birinchi pog'onaga ham yetib keldi. Bu pog'onaga Abduqodir Husanovning jamoadoshi Umar Marmushni loyiq ko'rdik. Ha, u o'tgan mavsumda ham Eintracht safida Bundesligada yomon o'ynamagandi, biroq Yevropa futbolining keng auditoriyasi uni deyarli tanimasdi. Ammo bu mavsum boshdan boshlab misrlik futbolchi go'yo super qahramonga aylandi. Marmush deyarli har bir o'yinda gol yoki assist bilan ajralib turdi. U atigi yarim mavsumda Frankfurt klubi safida 26 o'yinda gol plus pas tizimi bo'yicha 34 ochko to'pladi. Bu uning avvalgi to'liq mavsumlardagi natijalardan ancha yuqori. Marmush Bundesligada hali ham 90 daqiqa ichida golga olib keluvchi harakatlar va gol plus pas ko'rsatkichi bo'yicha eng samarali futbolchi bo'lib turibdi. Bundan tashqari, HuScored nashri Bundesliganing 2024-2025 yilgi o'yinlari uchun unga juda yuqori baho berdi. Manchester City rahbariyati misrlik futbolchining o'yinidan shunchalik hayratda qoldiki, qishki transferlar oynasida u uchun 75 million yevro to'ladi. O'shanda bu transfer juda xavfli tuyulgandi, chunki Umar Bundesligada bosh hududlarga yugurib kirish orqali o'ynashga o'rganib qolgandi. City esa qarshi hujumlarga asoslangan futbol o'ynamaydi. Shuning uchun Pep Guardiola Marmush uchun maxsus rol o'ylab topdi. U Hollandga yaqinroq joylashib, birinchi hujumchining orqasidan chiqib keladigan ikkinchi hujumchi sifatida harakat qildi. Bu taktika to Holland aprel boshida jarohat olib, maydonga tusha olmay qolgunicha ish berdi. Shundan so'ng Marmushning gollari ham biroz kamaydi. Endilikda u ba'zida winger, ba'zida esa yarim himoyachi sifatida o'ynamoqda. Hujum markazida harakat qilganda esa imkoniyatni o'zi izlashga majbur bo'lmoqda. Bu esa APLning zich o'yinlarida oson emasligini yaxshi bilasiz. Ammo Marmush moslashuvchanligini ko'rsatdi va u o'z ustida ishlamoqda va HuScored reytingida shaharliklar safida 3-o'rinda turibdi. U faoliyatidagi ilk hat-trigini ham aynan shu jamoada qayd etdi va Angliya Kubogi chorak finalda g'alaba keltirgan gol muallifi ham bo'ldi. Umar nihoyatda moslasha oladigan futbolchi ekanini isbotladi. Bu esa albatta yuqori motivatsiyasiz imkonsiz. U joriy mavsum barcha turnirlarda 47 o'yinda maydonga tushdi va umumiy 45 ta golda ishtirok etdi. Shuning uchun ham Marmush Yevropada 2024-2025 yilgi mavsumning eng yorqin kashfiyoti deb tan olinmoqda. Video yakunida sizga savol bilan murojaat etamiz. Sizningcha bu mavsum kashfiyotlari reytingi aslida qanday bo'lishi kerak? O'z variantlaringizni izohlarda yozib qoldiring va PM News kanaliga obuna bo'lishni hamda videolarimizni likelar bilan qo'llab-quvvatlab turishni esdan chiqarmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim.